ilg'or nozik tafakkur, jilolangan go'zallik, millatning oynasi, nafis his, nafosatlik. San'at va musiqadan bahra olgan dillarsiz, faxringiz kasbingizdan yurtga bezak gullarsiz. Ijod qilar yaratar, elga ulashar ilhom, ey san'at ahli bu kun sizga ehtirom. Madaniyat va san'at xodimlari peshqadam, ma'rifat ulashmoqqa el avvalida ildam. Madaniyat xodimi ko'pga ibrat ustozlar, xalq dardiga qorishgan siz fidoyi jonbozlar. Milliy qadriyatlarning targ'ibotchisi sizlar, yurt dovrug'in olamga yoygan yorqin yulduzlar. O'zbegim aytgin qachon men begonalarga kuyladim. Xalq yayragan kunlarda, bayramlarda jonsarak, barchadir endi bu kun sizga bayram muborak. 15 aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni bilan barcha shu soha egalarini chin qalbimdan muborakbod etaman. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz kasbdoshlar.